Aksiyalar boshlandi 10-yanvar sanasi soat millari 14:46 dan boshlab qo'chqor kallalarning 1 kilosi 34.900 so'm, tuyoqlar 29.900, tillarni 1 kilosi 99.900 so'm, po'stirmalarimiz 119.000 so'm, indik go'shtlarimiz 89.900 so'm, quyon go'shtlarimiz 79.900, g'oz go'shtlarimiz 100.000 so'mdan, po'stirmalarimiz 1 kilosi, qazilarimiz 1 kilosi 119.900 so'm mutlaqo. Qora qo'chqor go'shtlarimiz ham xuddi shunaqa narxlarda eng yaxshi, ya'ni 159.900 so'm go'shtlarimizda va pishgan go'shtlarimiz 149 mingdan tal, 199 mingdan po'stirma, 249 mingdan pishgan qazilarimiz. 114 ming so'mdan eng chiroyli dandana maqanlarida dodalari, marinovka go'shtlar barcha turdagisi mavjud. Paylarimiz 1 kilosi 50 ming so'mdan. Ot ichliklari pishgani 30 ming so'mdan, tushonkalari 30 ming so'mdan hamda ajoyib parhez nonlarimiz ham 12 ming so'mdan Yormazor go'sht markazida. Bizni shiorimizni bilasizlar, faqatgina mahalliy hollarda boqilgan jonzotlarni so'yish, halol pok qilib xalqimiz dasturxoniga yetkazib berish.